o'g'il farzandingiz siygan paytda qiynalishi yoki ingichka bo'lib uzoqqa siyishi, shunday holat kuzatilganda, bu bolalar urologiyasida tashqi siydik chiqaruv teshigining tor bo'lishi, kichik bo'lishi metastenoz kasalligi hisoblanadi. Bunday kasallik o'g'il farzandingiz xatna jarrohlik amaliyoti o'tkazilmasdan oldin aniqlanishi juda ham qiyin. Agar xatna jarrohlik amaliyotidan keyin farzandingizda qiynalib siyish, ingichka siyish, uzoqqa siyish kuzatilganda, bu siz o'ylagan xatna jarrohlik amaliyotini asorati emas, tug'ma siydik chiqaruv teshigini tor bo'lishi metastenoz kasalligi hisoblanadi. Agar shunday holat kuzatilganda, kichik jarrohlik amaliyoti bilan tashqi siydik chiqaruv teshigini kengaytirish va siyishni ravon sifatiga o'tkazishga to'g'ri keladi. Bunday kasallik bo'lganda albatta bolalar urologi mutaxassisiga murojaat qiling.